Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay o'tirdinglar? Bo'ladi. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Nigora haqorat qildi. Nima dedi? Sen faqat qiz tug'asan dedi. Siz nima dedingiz? Indamadim. Keyin yana ering Iloh ekan. Qiz tug'sang ham seni xotin qilib yuribdi dedi. Siz nima dedingiz? Indamadim. Menga xiyonat qilibsiz-da. Qanaqasiga? Nima deganingiz bu? Dugonangiz sizni haqorat qilsa indamaganligingiz bu halimligingiz. Lekin sizni oldingizda meni haqorat qilishsa indamaganligingiz menga nisbatan xiyonatingiz. Shahlo, meni oldimda sizni hatto jigarlarim ham haqorat qilishmaydi. Chunki ular men xiyonat qilmasligimni bilishadi. Tushundingiz?